maktab o'quvchilari, maktabni bitirayotgan bolalar uchun tavsiyam bor. Restoranga ishga kirishlari kerak yoki savdo-sotiqqa farqi yo'q. Inson bilan muloqot qiladigan joyga ishga kirishlari kerak. Oyligiga qarama. Eng kam bo'lsa ham farqi yo'q. Odamlar bilan muloqotga kirishadigan joyga ishga kirish kerak. Nima uchun? Chunki men 9-sinf maktabni bitirmas issiqxona restoranga ishga kirganman. Ungacha men vakuumda yashaganman-da. Faqat oilamiz, undan tashqariga chiqmaganman. Shu maktab, uy shunaqa. Issiqxonaga bordim. Hayotimda birinchi marta sigaret chekadigan ayollarni ko'rdim. Hayotimda birinchi marta so'kinadigan ayollarni ko'rdim o'sha yerda. Bunaqasini uchratmaganman, ko'rmaganman. Bor ekan. Ya'ni dunyo biz o'ylaganchalik emas. Ko'p har xilliklar bor. Har xil odam bor. Dunyo men o'ylaganchalik mayda emas ekan. U men ko'zimni ochdi. Restoranga har xil odam keladi. Yigitlarni uğraş uchun keladigan qizlarning psixologiyasi, har xil vaziyatni ko'rdim-da. Nima to'g'ri, nima noto'g'ri ekanligini xulosa qilishimga imkoniyat bo'ldi. Odamlar bilan muloqotda bo'ldim, odamlar bilan gaplashdim. Yolg'on gapirgan odamlar, ko'zingizga qarab aldaydigan odamlarni ko'rdim. Restoranda ovqat yeb pulini to'lamasdan ketib qoladiganlarni ko'rdim. Ko'rmagan inson qolmadi. Va men tushunib yetdimki, bu hayot o'rmon. Bu hayot otam bilan onamni quchog'ida o'sadigan bezapasni hayot emas.